Assalomu alaykum qadrli obunachilarim, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga cho'qi Napoleonni tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchiman. Bu Napoleonni menga ustozim Xosiyat opa o'rgatganlar. Juda ham mazali bo'ladigan va mehmonbob bu Napoleonni siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda 400-450 gram atrofidagi suvimizga yarim choy qoshiqda tuz solib aralashtirib olamiz. Tog'orachimizga 800 gram unni solib, ustidan 120 gram margarinni yumshoq holatda solib, krujka holatiga keltirib olamiz. Ustidan tayyorlab qo'yilgan suvimizni solib, xamirni mushlab qorib olamiz. Xamirimiz shu holatga kelib oladi, buni salofanga o'rab olamiz va xolodilnikka olib qo'yib turamiz. Endi ikkinchi xamir, ya'ni plastilin xamir tayyorlab olamiz. Buning uchun xuddi ekranda ko'rib turgan holatingizdagi yumshoq margarin bo'lishi kerak. 690 gram margarinimizga 120 gram un, 40 gram kakao solib aralashtirib olamiz. Aralashmamiz yopishqoq holatda bo'lib qoladi. Endi xolodilnikdan oq xamirimizni olib salafondan chiqarib olamiz va pilus holatda, ya'ni 4 tarafiga qarab yoyib olamiz. O'rta tarafi do'mboq holatda qolsin. Shu o'rta tarafiga tayyorlab qo'yilgan kakaoli plastilin xamirimizni qo'yib, 4 ta tarafidan konvert qilib yopib olamiz. Bu Napoleon konvertli Napoleon bo'lgani uchun taxluq holatda xolodilnikka salofanga solib, yana yarim soatga olib qo'yamiz. Mana yarim soat o'tdi. Xamirimizga yana ishlov berib olamiz. Buning uchun xamirni uzunasiga jo'va yordamida yoyib olinadi. Xuddi ko'rpacha taxlagan singari xamirimizni taxlab olamiz. Mana ekranda ko'rib turibsiz. Shu holatda salofanga solib, yana yarim soatga olib qo'yamiz. Mana oradan yarim soat o'tdi. Ancha xamirimizga kakaoning rangi kirib qoldi. Endi xuddi shu ishni yana takrorlab olamiz. Ya'ni uzunasiga yoyib, xuddi ko'rpacha taxlov singari yana taxlab olib, salofanga solib xolodilnikka yarim soatga olib qo'yamiz. Bu jarayonimiz kamida 4-5 marotaba takrorlanishi kerak. Ya'ni xamirni yana xolodilnikdan olamiz, uzunchoq shaklda jo'vada yoyib olamiz va konvert qilib taxlab, xolodilnikka yana yarim soatga olib qo'yamiz. 5-chi konvert qilganimizdan keyin bir kunga xolodilnikka olib qo'yamiz. Mana oradan bir kun o'tdi. Xolodilnikdan xamirimizni chiqarib olib, 6 bo'lakka bo'lib olamiz. Sizga bo'laklarning orasini ko'rsataman, qanchalik qatlama, qavatlari ko'p bo'lib hosil bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Har bir bo'lagimizni alohida birozgina un sepib olib, sag'algina yoyib olinadi. Birdaniga bosib yoyish kerak emas, jo'vani yengilroq harakatlantirib yoyib olish kerak. Barcha xamirlarimizni ozginadan ochib oldik. Endi buni bittadan olib, listga moslab yoyib olinadi. Yoyganimizda juda ham qattiq bostirmasdan, yumshoqroq harakat bilan yoyib olish kerak. Yoygan xamirimizni listdan bir oz chetlariga chiqarib olish kerak, chunki Napoleon xamiri duxovkaga kirganda bir oz kirishib qoladi.
Kremlash jarayonida ishib ketib xalaqit bermasligi uchun vilka yordamida birozgina teshiklar hosil qilib olamiz. Qisigan duxovkaga 150 gradusga 15 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Pishirish jarayonida e'tibor bilan qarashingiz kerak, yumshoq holatda olib qo'ymang, ichi qon bo'lib qoladi. Aynan Napoleon qarsildoq bo'lishi kerak. Hamma xamirlarimizni shu uslubda pishirib olamiz va chetidan chiqqanlarini bir-biriga yopishtirib, yana keyingi bo'laklarni ham pishirib olamiz. Napoleonni kremini tayyorlab olamiz. Buning uchun yumshatilgan 300 gram saryog'imizga 40 gram kakao qo'shib mikserda yaxshilab mikserlab olinadi. Ustidan 1 litr atrofida sgushenniy moloko quyiladi va buni ham mikserda ko'pirtirib olinadi. Kremimiz shu holatda bo'lishi kerak. Juda ham suyulib ham ketmasin, juda ham quyuq ham bo'lmasin. Mana barcha ko'rjlarimiz chetidan chiqqanlar bilan birgalikda 8 ta bo'lak bo'lib tayyor bo'ldi. Endi barcha ko'rjlarimizni birin-ketin kremlab olamiz. Kremimizni yaxshilab surtib olib, teskarimacha ko'rjlarni taxlab, terib chiqamiz. Mana 8-chi bo'lagimiz, buni urvoq uchun ishlatamiz. Yaxshilab maydalab olib, kremlangan tortimiz ustidan sepib olamiz. Chetlariga ham krem surtib, chetlarini ham urvoq bilan bezatib olamiz. Mana Napoleonimizni yig'ishtirib oldik. Endi buni kesmay turamiz va 5-6 soatga ichlariga kremlari o'tishi uchun olib qo'yamiz. Mana barakali Napoleonimiz tayyor bo'ldi. Endi buni kesib ko'rsatmoqchiman. Ichlari bilan kremlari bir-biriga uyg'unlashgan, baland bo'yli, mehmonbob bo'lgan bu Napoleonni kesganimizda qirsillagan tovushlari kelib turibdi, lekin juda ham yumshoq va mayin bo'lib tayyor bo'ldi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak va mazasini o'zingiz his qilib ko'rishingiz kerak. Albatta tayyorlab ko'ring. Kelasi videolarni kuzatib boring. Kelasi videolargacha g'oyibona diydor qadar sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.